meni ismimni meni yaxshi ko'rib farzandiga Muhammad deb ism qo'ysa, qiyomatda o'sha Muhammadni ham ism qo'ygan zotlarni ham Alloh jannatiga kiritadi dedilar. Sharhida bir narsani keltirgan. Mahshar deydigan bir vodiy bo'lar ekan. Unda yaxshi yomon, erkak ayol, mo'min kofir, mag'lub mavjud hammasi yig'ilar ekan. Mana shu joyda bitta xitob bo'lar ekan farishtalardan. Allohimni bandalarini ichidan Muhammad deganlari bormi desa, bilmadim 1 millionni qo'l ko'taradimi yoki 1 milliardni biz deydim. Shularni Allohim gunohini kechaman debdi, jannatga kiritaman debdi. Habibimni ismini hurmatidan debdi. Ikkinchi keltirilgan hadisda kimni ayoli homilador bo'lsa desa agar shu tug'ilajak farzandni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, shu bola o'g'lon farzand bo'ladi dedilar. Hech shu gapni tegini topolmas edik. Qizi ko'p odamlar ulamoga murojaat qilganda endi tug'iladigan farzandingning otini Muhammad deb qo'yaman degan, shu o'g'il bo'ladi degan gapni tegini topolmas edik. Hadisda bor ekan, kitobda bor ekan. Uchinchi keltirilgan hadisda